17-noyabr, 18-noyabr kunlari Markaziy Osiyo uloq ko'pkari markaziy maydoni bo'lmuş Zomunoqtosh maydonida Zomun Nayman elining farzandi Xudoyberdi bobo Suvonov o'g'illari Ikrom aka Suvonovning 2 kunlik chempionat katta ko'pkarisi belgilandi. Zomunoqtosh maydoniga ana Zomunboy bobomizning o'g'illari Alisher polvon bosh, jiyanlari Dilmurod aka ustozimiz bosh. Xudo xolasa Zomun Nayman elining farzandi Xudoyberdi bobo Suvonov farzandi Ikrom aka Suvonovning 2 kunlik chempionat ko'pkarisi belgilandi. Tayyorgarlik ko'raverasizlar do'stlar. Tarixiy chempionat o'yini chog'ida bo'lasizlar xudo xolasa. 17-noyabr, 18-noyabr kunlari Markaziy Osiyo uloq ko'pkari markaziy maydoni bo'lmuş Zomunoqtosh maydonida Zomun Nayman elining farzandi Xudoyberdi bobo Suvonov o'g'illari Ikrom aka Suvonovning 2 kunlik chempionat katta ko'pkarisi belgilandi. Zomunoqtosh maydoniga ana Zomunboy bobomizning o'g'illari Alisher polvon bosh, jiyanlari Dilmurod aka ustozimiz bosh. Xudo xolasa Zomun Nayman elining farzandi Xudoyberdi bobo Suvonov farzandi Ikrom aka Suvonovning 2 kunlik chempionat ko'pkarisi belgilandi. Tayyorgarlik ko'raverasizlar do'stlar. Tarixiy chempionat o'yini chog'ida bo'lasizlar xudo xolasa.